o'z qayg'ing va uylarda tunamagin. Ularda dushman yashirnishi mumkin. Viking uxlar qalqonida, qilichin tutib qo'lida. Boshpanadir ochiq osmon. Hatto cho'chitolmaydi bo'ron. Yelkanlaring katta och, yelkanlaring katta och. To'lqinlar uzra o'tgan lahzalar, lazzatlidir ular qanchalar. To'lqinlar uzra yelgan lahzalar, qo'rquvlarning quli bo'lgandan yaxshiroqdir rihlatga ketgan. Tor! Qo'sh kelma! Qattiqroq! Yana! Tor! Ushla! Ushlab turibman! Tor! Vikinglar Yigitcha tur. Tura qol. Barakalla. Bo'la qol. Sekin. Yaxshi. qayerdamiz? Endi svarimda emasligimiz aniq. Dushmanlardan uzoq. Ammo do'stlardan ham yiroqmiz. Bizning do'stimiz yo'q. Yura qol. Meni tumorim seni himoya qiladi, do'stim. Nima qilyapsan? Tumor unga ko'proq kerak. O'zing o'lganingda-chi? Unda o'lgan bo'laman. Bo'pti yigitlar. Indesvarmga bostirib borish kutib turar. Bu yerdan ketishimiz kerak. Hatto qayerda ekanligimizni ham bilmaymiz-ku. Suv ko'tarishi bizni halok qiladi. Bu aqlsizlik.
Men qoya kezar emas, jangchiman. Buyruqni eshitdingiz-ku. Otang sen bilan faxrlangan bo'lardi. Indama. Bizga har bir qilich asqotishi mumkin. Asli o'rin. Kamonchilar tayyorlaning. Hamma o'z joyiga. Juda do'stona qarshilashyaptimi? Sen nimani kutganding? Bol tutib qarshilashlarinimi? Tayyorlaning. Kamonlar hozirlansin. G'alaba yoki o'lim. Qurolni ko'taring. Har tomondan hujum qiling. Qo'lga tushgan narsa bilan urushing. Kuchingizni asrang. G'alaba uchun.
Ular tezda yordamchi kuch bilan qaytishadi. Akang bizni kutyapti. Asbjorn, bu yoqqa! Uni olib ketamiz. Meni qoldirib ketinglar. U haq. Bizga ortiqcha yuk bo'ladi. Toki tirik ekan, uni tashlab ketmaymiz. Unga ko'maklash. Kerak emas. O'zim. Xo'p bo'ladi, Sardor. Tur. Ketdik. Bu nima ekan? Och. Qafasdan chiroyli qushcha chiqdi-ku. Kimsan? Nega seni aravaga qamab qo'yishgan? Shotlandcha gapiryapti. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Shotlandiya. Uyimizdan, o'ylaganimizdan ham uzoqroqda ekanmiz. Bu yerda sizga o'xshash jajji normalarni nonushtaga yeyishadi. Bu yerdan ketganimiz ma'qul. Janub tomonda bizni qishlog'imiz bo'lish kerak. 2 yo 3 kun yuramiz. Quruq qo'l bilan borsak, bizni o'tkazib yuborishmaydi. Biz quruq qo'l bilan bormaymiz. Mana bu to'g'nag'ichga qaranglar. Ko'ylagidagi tilla ipli kashtani ko'ryapsizmi? Bu oddiy qushcha emas. Oddiy bo'lmagan qushchalarning mukofoti ham oddiy bo'lmaydi. Shunday emasmi? Uning evaziga hayotimizni saqlab qola olamizmi? Bo'lmasamchi. Men haqman-a? Ayt. Yorund, qo'lingni tort. Yorund. Qo'lingni tort dedim. Tez. Sen endi qirol Haraldga bo'ysunmayapsan. Xo'p bo'ladi. Sardor. Unga yaqin bormasang bo'larmidi? Agar gaplarimni tushunayotgan bo'lsang, biz bilan birga borishing kerak. Agar quloq Agar quloq solsang, senga hech narsa bo'lmaydi. Sen uchun to'lov to'lashganda seni ozod qilamiz. So'z beraman. Ular qaytib kelishgunicha 2 kun vaqtimiz bor. Kimni aytyapsan? Uni hech kim qidirmaydi deb o'ylayapsanmi? Ishonaver, uni izlab kelishlari aniq. Kelinni chopari darvoza oldiga yetdi. Yaxshi. Tinchlikmi? Tashvishli xabar keltiribdimi? Yolg'iz qizimni turmushga beryapman. Bu hayajonli vaqt. Jim bo'ling, qirol gapiradi. Katta gulxan yoqilsin.
Biz bugun mening qizim Lady Ingenining klan sardori Murdel bilan turmush qurishini nishonlash uchun to'plandik. Bu olov, mangu Qirolim, qulog'im senda. bizga vikinglar hujum qilishdi. Ular malikani asirga olishdi. Mavar. Ammo qirolim, Tur. Nahotki qirolning 20 nafar eng yaxshi jangchilari malikani bir nechta ayanchli normanlarga berib kelaverishgan bo'lsa, qoyalardan tirmashib chiqishayotganini ko'rdik. Ular 10 tadan kam emasdi. Ledi Ingen ular qo'lda qoldirib ozodlikda yuribsanmi? Buni adolatdan deb o'ylaysanmi? Bu fuqarolaringizga saboq bo'ladi. Ular o'ylamay ish qilishmaydi. O'lganni so'roq qilib bo'lmaydi. Biz kerakli narsani bilib oldik. Qizingiz vikinglar qo'lida. Ularni oqim qirg'oqqa chiqarib tashlagan. Aks holda ular qoyadan tirmashib chiqishmasdi. Saralangan jangchilaringizni yengishgan bo'lsa, demak ular yaxshi jangchilar ekan. Tez orada qizingizni tanib qolib, evaziga to'lov talab qilishadi. Agar qizimni tirik qutqarsang, seni yaxshilab mukofotlayman. Qizimni ozod qilishni iloji bo'lmasa, nima qilish kerakligini o'zing bilasan. Meni tushungandirsan. Shunaqangi g'amxo'r otasi borligi Ingenni baxtidir. Esing joyidami? Agar bir to'da vikinglar qiroldan oltin undirib olishganini ko'rsa, tez orada barcha klanlar menga qarshi bosh ko'tarishadi. Bu jasoratingni unutmayman. Dushmanlaringizni mag'lub etishga kim ko'maklashganini ham unutmang. Qoyilman ukaginam. Ovga chiqamiz. Hammangiz o'lasiz. Yoki men shotlandchani o'rganib oldim, yoki mitti qushchi bizni tilimizda sayrayapti. Tirik qolishni istasangiz meni qo'yib yuboringlar. Menga qara qushcha. Agar seni qo'yib yuborsak, to'lov ola olmaymiz. Pulsiz esa ozodlikni sotib ola olmaymiz. Asbjorn. Bjorn. Meni qoldirib keta qolinglar. Yo'q, yo'q. Tabib topish kerak. Aks holda o'tirik qolmaydi. Bo'rilari, biz mukofot uchun otlanyapmiz. Ov boshlandi.
Bu yerdan tabib topolmaymiz. Bu yerda nima bo'lgan ekan, ha? Nima? U nima edi? Nahotki qushchamiz bashoratchiga aylangan bo'lsa, Qo'lingni tort. Yorund. Hoy, Xirt, sen endi menga bo'ysunasan. nima? Meni kim deding? Ha? Eshitganing. Xo'sh, nima qila olasan? Otang bunday rasvo ishlarga aralashmasdi. Otam ajdodlarning yoniga ketgan. Endi menga bo'ysunasan. Demak, yo biz bilan yur, yoki qorangni o'chir. To'xta! Qani yurchi. Boshqa qochib ketma. Qochib ketsam-chi? Meni o'ldira olmaysan. O'ligimdan sizlarga foyda yo'q. Ha. Ammo yarador bo'lsang ham oilang to'liq haq to'laydi. Kimsan? Sizlar begonasizlar, shuning uchun men birinchi bo'lib so'rayman. Men Asbyorman. Egelning o'g'li. Egelni o'g'li Asbyorni aytchi. To'dang bilan mamlakatni bu qismida nima izlayapsizlar? Bu yerdagi odamlar qashshoq. Talashga arzigulik ibodatxonalar ham yo'q. Juda ham bo'lmaganda bir ikkita uzun tilni kesib tashlasak bo'ladi-ku. Biz do'stimiz uchun tabib izlayapmiz. Rohib. Uni bir kunlik umri qolibdi. Boshpana topmasangiz bo'lmaydi. Bu yaxshi joy emas. Bu nima? G'ing degan til tortmay o'ladi. Uni qo'yib yubor, u meniki. Sohib Jamol, qurolni tashlang. Tashlang dedim. Qurolni tashlang. Hamma orqaga, tez. Sen ham kamonboz. Kamoningni tashla. To'rildi. Tushir. Qochdik! Tezroq qochdik! Rohban balo ekan-u. Zo'r deyaver. Yuringlar, sizga boshpana beraman. Nega senga ishonishimiz kerak? Bunga majburmassiz.
Yaradorni bu yoqqa yotqizing. Olov yoqinglar. Bu yerdagi qurol butun Britaniyaga qarshi urush qilishga ham yetadi. Bu qurollar xuddi sizlar kabi yo'limda uchraganlardan qolgan. Bo'lmasam-chi? Uni mahkam ushla. Qarshilik ko'rsatma. Hozircha meni qo'limdan kelgani shu xolos. Ertalabgacha shu yerda qolishingiz mumkin. Shu yerda tunaymiz. Byorn sal kuchga kirsa, yo'lga chiqamiz. O'z qayg'ingda va uylarda tunamagin. Ularda dushman yashirinishi mumkin. Buni bilaman. Men nasroniylarga ishonmayman. Ular tinchlik haqiga ibodat qilishadi-yu, turib qilichiga yopishadi. Men soqchilikka ketdim. Ularni izlab kelayotganimizni bilishsa, Malikani o'ldirishadi. Malikani tirik qaytarishimiz shartmi? Dankeyt qarib qolgan. Ingem bilan eri taxtga o'tirsa holimiz ne kechadi? Uni tirik qaytarib bo'lmaydi. O'lsa ham katta mukofot olamiz. Ertaga odamlarga qirolning o'zi qizini o'ldirishga buyruq berganini aytaman. И сказал он: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Кто это сказал? Сын Божий. Тот, что умер на кресте? Это лишь символ. Мне это видится так, что ваш Бог слаб, а наши боги сильны. Так что... Что привело вас в эти земли, викинг? Bizni o'z yurtimizdan haydashdi. Keyin bu yerdan sal nariroqda kemamiz cho'kib ketdi. Vikinglarning janubdagi qishloqlardan biriga o'tib olishimiz uchun pul kerak. Asira uchun mukofot olishni rejalashtiryapsizmi? Asroniy bo'lsang ham aqling joyida ekan. Sen esa majusiy bo'lsang-da tentak ekansan. Hech bo'lmasa uni kimligini tasavvur qilyapsanmi? U zodagonlardan ekanligi aniq. Ehtimol uning otasi Qirol. Ha. Xom kallalar, siz qiroldan ketni qizi Ledi Ingenni asirga olgansizlar. Yaxshi. Unda ko'proq pul talab qilamiz. Do'zaxda pul sizga yordam bermaydi. Chunki u sizlarni aynan o'sha yoqqa jo'natadi. Ertalab bu yerdan ketasizlar. Shunday ekan uxlab dam ol. Faqat dam olgan vikingini talash va o'ldirishga qodir bo'ladi. Menda hech narsa yo'q. Men hech narsani bilmayman.
Men hali so'raganim yo'q. Qayoqdan kelyapsan? Balki normallarni ko'rgandirsan. Aytsam meni qo'yib yuborasizmi? Dumaloq minora yaqinidagi ko'l bo'yida ularga hujum qildik. Ammo ular bizni qirib tashlashdi. La'nati rohib hamma odamlarimizni o'ldirdi. Ular orasida bir qiz bormidi? Ha? Ular juda holdan toshgan. Rohib ularni o'zining minorasiga olib ketgan bo'lsa kerak. Ehtimol shundaydir. Meni qo'yib yuborasizmi? O'sha hayvon o'rmon ichida. Vikinglarni jo'natdi boshqa dunyoga. Minglab vikinglarni yesada hayvon, to'ymadi bo'kirar hamon. Ammo xursand emasman. Chin dunyoga ketayotganimdan qo'limga qilich va qalqon olaman. Qolgani yaratganni qo'lida yoki siz sajda qiladigan ma'budlarning. Nima qilyapsan? U tuzaladi. Tuzalmaydi. Buni o'zing yaxshi bilasan. Yaxshisi meni qo'yib yuboringlar. Siz otam nimalarga qodirligini tasavvur ham qila olmaysizlar. Ammo sen uchun pul berishga qodirligi aniq. Qirollarni birinchi marta ko'rayotganim yo'q. O'yincha o'rmonda daryo bo'lib oqmoqda. Asbjorn, biz bilan ichsang-chi. Rohibga ishonmaysizlar deb o'ylagandim. To'g'ri aytasan. Ammo unda asal bor ekan. Ularga asalni sen berdingmi? Ular so'rashgani ham yo'q. Qurollarni yig'ing. Tezda ketamiz. Xo'y qiz, hali ham biz bilanmisan? Kuchingizni asrang. Hali Valxalda kuch kerak bo'ladi. Turli yerlarda bo'ldim. Har xil e'tiqodlarni ko'rdim. Nima uchun bizniki haqiqiy? Nega bunday bo'lmasligi kerak? To'g'ri aytasan. Demak, quvg'indi ekansizda. Ha, biz qirol uzun soch Haraldni tan olmaganlarning oxirgilarimiz. Harald Tulini zabt etganida men otam boshqalar singari taslim bo'lmay jang qilaverdi. Otamni o'ldirishgach men kemani va tirik qolgan odamlarni olib uyimni tark etdim. Qirol boshingiz uchun mukofot va'da qildimi? Ha.
Agar qirol Dankeyt pul to'lamasa, qizni nima qilasizlar? Ota bunday qilishi mumkin emas. Qizning bitta ham tola sochiga ziyon yetmaydi deb menga so'z ber. Sen nega tashlanyapsan? Mishmishlarga ishonma. Majusiylarning hammasi ham yomon emas. Normallarning g'azabidan o'zing asra, Tangrim. Ulforning o'g'li Shavkatli Bernvalxal tomon yo'l oldi. Do'stim, o'sha yerda ko'rishamiz. Endi qayoqqa boramiz? Tezroq minoraga kiringlar. Unda tuzoqqa tushamiz-ku. Shu yerda o'lib ketinglar. Yur, tezroq. Yo'q, yo'q. Agar meni Tangrim saylagan bo'lsa, dedi payg'ambar Iliya Ellikboshi va uni odamlariga. Ana u tomi ketgan rohib nimalarni vaysayapti? Unda osmon o't tushib, sizlarni jizg'anak qilsin. Bu ularni biroz ushlab turadi. To'xtatish kerak. Kira qolsin. Olovni o'chir. Nega keldingiz? Malikani deb keldik. Otasi uni o'ldirishni buyurdi. Yo'q, sen aldayapsan. Haqiqatni gapir. Menga rostini ayt. Rostini ayt.
Malikam, ular sizni qutqarishga kelganga o'xshashmayapti. Bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Rohibning sharofati bilan tuzoqqa tushdik. Sen javob berishimga arzimaysan. Ko'tara olganingizcha qurollardan olinglar. Ketdik. Ortimdan yuringlar. Boshqa ilojimiz yo'q. Ularni tanasini ko'rmoqchiman. Ular qani? Yer osti yo'li. Taqibchilarimiz haqida nimalarni bilasan? Dushmanlarimiz kimligini bilishimiz kerak. Sizlar xursand bo'lishingiz kerak. Otam o'zining bo'rilar to'dasidagi eng yaxshi jangchilarni jo'natibdi. Ular asli sharq tomonidagi Karpat tog'larining qaysidir tog'li hududidan. Baribir ularni bari qotil. Ixtiyor menda bo'lganida ular yerimizga qadam bosolmasdi. Ixtiyor menda bo'lganida sen shu yerda qolarding va bizga xalaqit bermasding. U foydasiz. Otasi uning uchun pul to'lamaydi. Qirol qizining o'limini xohlaydi. Qizni ana u yollanma qotillarga topshirsak, bu mamlakatdan chiqib ketish imkoniyatimiz bo'ladi. Yorund, rostdan ham shunchalar tentakmisan? Otasi pul to'lamasa, uning dushmanlari to'lashadi. Yur. Rohib bizni qayerga olib ketyapsan? Sabrli bo'ling. Bu nimasi? Bu yerda ilon so'qmoq ko'rsatilgan. U qadimgi piktlarning janubga, Danalokka eltuvchi yo'li. Danalok nima o'zi? Shaharmi? Nima? O shahar emas, vikinglar qishlog'i. U yerda biz xavfsiz bo'lamiz. Bu nima? Qayiqlarmi? Pichog'ingni ber. Bu sohil bo'yi. Bu meni minoram edi. Tog' yon bag'ri
botqoq, danalok. Shunchalik oddiymi? Judayam oddiy. Bitta narsadan tashqari, bu yerda qiroldan Keytni mudofaa chegarasi bor. Uni yorib o'tsa bo'ladimi? Hatto sizni buyuk qo'shinlaringiz ham undan yorib o'ta olmagan. Ammo boshqa yo'li bor. Qayiqda xuddi suratda ko'rsatilganidek istehkomni aylanib o'tishi mumkin. Endi bizni rohib boshlab boradimi? U bizni tuzoqqa boshlamasligiga kim kafolat beradi? Behuda gapni gapirma. Uning yordamiga tayanishdan boshqa choramiz yo'q. Asbyorn, rohib bizlardan emas, u nasroniy. Bir o'ylab ko'r. Bizga kim boshpana berdi? Qochishimizga kim yordamlashdi? Bizni yo'qotish uchun uning imkoniyati juda ham ko'p edi. Buni sen hal qilasan, ammo men bu rohibdan ko'z uzmayman. Ilon so'qmoq. Undan ayg'oqchilar yo'l sifatida va ov qilishda foydalanishgan. U tog' etagini to'liq kesib o'tib, dengiz bo'yida tugaydi. O'sha yerdagi xarsanglar orasidagi g'orlarda qayiqlar yashirib qo'yilgan. Oy to'lganida qishki bo'ronlar boshlanadi va g'orlarni to bahorgacha suv bosib yotadi. Axir bir necha kundan keyin oy to'ladi-ku. Shoshmaytar. Rohib, bizni qutqarishingdan senga nima foyda? Sizlarni sharofatingiz bilan men ham tinch joy izlashga majburman. Yoki vikinglarning kallasi uchun mukofot olasan. Qani bir urinib G'ijillashni ko'ringchi. bas qilinglar. Sizlarni nima kutayotganini tasavvur ham qilmaysiz. Biz vaqtni behuda sovurayotganimizda bo'rilar tobora yaqinlashyapti. Ular otda kelishyapti. Izimizga tushsa tamom bo'ldik deyvering. Asirangiz to'g'ri aytyapti. Ularni to'xtatish lozim. U yoqqa. To'xta. Bu pistirma bo'lsa-chi? Pistirma bo'lsa nima bo'pti? Ketdik. Ну что, братец, погоним. А что с раненым? Медлить нельзя.
Ular yig'ilashib qolishdi. Nega senga ishonishimiz kerak? Men zamin ko'rsatayotgan narsani ko'raman. Albatta. Bas. Qani ketdik. Ha. Otda ular bizni darrov quvib yetishadi. Ularni sharsharaga yetmaslaridan oldin tutish kerak. Tezroq! Bu yerda kaftagidek yaqqol ko'rinamiz. Torald. Ozgina qoldi. Bo'la qol. Biz uddalaymiz. Ingem. Yaralanmadingmi? Yo'q shekilli. Tezroq ko'tariling. Tezroq ketishimiz kerak. Meni deb qaytdingmi? Itvachchalaring juda itoatkor ekan. Menikilar yolg'iz qoldirib ketishmaydi. Lady Inge. Otangiz sizdan juda xavotirda. Uni qo'yib yubor. O'zing bilasan, Norman. Hozir tutamiz. Yo'q. Shoshilma. Uddaladik. Unchalik emas. Ularni shu yerda to'xtatishning ilojini topish kerak. Aks holda qayiqlargacha yetib bora olmaymiz. Torald, sen qolib, bo'rlarni kuzat. Qolganlar men bilan yuring. Bizning ishimiz tig'iz. Bitta kamonboz yo'lni qo'riqlayapti. Bu viking qilichi. To'g'ri. Kimnidir kutayotganini sezgandim.
Hatto bo'lagim ham dushmanimni mahv etadi. Senga sharaflar bo'lsin buyuk Chuyur. Olov, qon va po'lat aro o'tishim uchun kuch ato et. Ma'budlaringiz ko'maklashadimi? Albatta. Har doimgidek. Bilaman. Chuyur bizga ko'maklashadi. Shaxsan menga yerdan berilgan madad ma'qulroq. Bu ish berarmikan? Kim? Endi sen dam ol. Sog'chilikda o'zim turaman. Ular tirmashib chiqishlari aniq. Ha. Valhalga juda ham shoshilyapti-da. Demak, nasroniylar shunday ibodat qilishar ekanda. Ha, men Tangrimni so'zlarini eplaganimcha yetkazaman. Ammo Dankeytni odamlarini yengish uchun so'zni o'zi kamlik qiladi. Meni Tangrini elchisi uchun juda ham xavfli bo'lgan joyga, Piktlar yurtiga jo'natishdi. Men ularni ishonchiga kirdim va qon to'kmay ular meni o'z safiga qabul qilishdi. Qirol Dankeyt Piktlar bilan jang qilardi. U qon to'kilishini to'xtatish uchun mendan Piktlar bilan o'zini orasida elchi bo'lishimni iltimos qildi. Men klanlar sardorlarini qirol bilan uchrashuvga kelishga ko'ndirdim. Dankeyt ularni barini o'ldirdi. Tirik qolgan Piktlarni qulga aylantirdi. Sen bunday bo'lishini bilmagansan. Bilishim kerak edi. Ularni qutqarishim lozim edi. Ammo buni uddalay olmadim. Ordendan ketib tarki dunyo qilib yashadim. Tangrim barcha yolg'izlarni ibodatxonaga chorlaydi. Ammo isyonkor qalblarning joyi cho'lda. Nimayam derdim, endi biz bilansan. Rohiblar isyonkor bo'lishini tasavvur qila olmasdim. Itoatkor vikinglarni-chi? Bekorga shuncha urinyapmiz. Hech bo'lmasa quyosh chiqqunicha Vaysaq xotindek hasrat qilmasang bo'lardi, Xirt. Skald. Agar yana bir marta meni shunday atasang, nima qilasan? Bas qiling. Bizga bo'rlarning o'zi ham yetarli. Dam olinglar. Tong yorishi bilan ketamiz. Hirt degani kim? Hirtlar qirol Haraldning qo'riqchilari. Yorund ulardan biri bo'lgan. Qirol Harald o'ziga qarshi chiqqanlarning barini qirib tashlashni buyurganiga qadar. Ya'ni sizlarga o'xshaganlarnimi? Yorund qochqinga aylandi va mening otam bilan jang qildi. Bizni tormor qilishganda esa biz bilan birga ketdi. Demak, o'zingiznikilar ham sizni yoqtirishmas ekanda. Xuddi senikilar seni yoqtirmagandek.
Bugun mening to'yim bo'lishi kerak edi. Qo'rqma. To'yim buzilganidan yuragim parchalanib ketmayapti. To'y faqat otam uchun foydali bitim bo'lardi, xolos. Shuning uchun ham seni aravaga qamab qo'yishgan ekanda. Seni sevimli rafiqa sifatida tasavvur qila olmayapman. Mo'min, itoatkor. Bu so'zlaringni maqtov deb hisoblayman. Ular kelishibdi. Hardil. Hardil qani? Hardil qani? Qarachi, Hardil. Hardil. Uni tashlab keta olmaymiz. O'ch olganingda Hardil senga tepadan tabassum qiladi. Ammo bu yerda emas va hozir emas. Ehtiyot bo'l. Hushyor bo'linglar.
To'xtanglar. Chopdik. Ketdik. Endi nima qilamiz? Sizlar suzib o'tishingiz mumkin. Men ko'prikdan o'taman. Normallar. Men ularni ushlab turaman. Hardel uchun. Gonor men bilan qoladi. Qolganlar ko'prikka yugursin. Buyruqni eshitdingizmi? Do'stim, qizni ehtiyot qil. Ko'prikni ham himoyalab tur. Vikinglar, shafqat qilmanglar. Asbyorin, rohib haqida to'g'ri o'ylagan ekansan. U nasroniylarga sira ham o'xshamaydi. Ko'prikdan o'tish bu o'lim degani. Yura qol, Yorund. Tezroq. Vikinglarmish. Vikinglar. Qani, kelinglar. Tezroq o't. Ha, yoqmadimi? Bo'ri, to'xta. O'ldiring ularni. Uxla, itvachcha. Gonor ko'prikka. Asbyorin. Yo'q. Gran.
Yo'q. Ko'prikni chop. Normanlar bu boshlanishi. Olg'a yurishimiz kerak. Uning o'rnida men bo'lishim kerak edi. Meni vaqtim keldi. Xiyor. Bu yoqqa kel. Bu yerda so'qmoq bor ekan. Uni chiqarib olish kerak. Kechqisi yo'q. Danalokka bormoqchimisan yoki Valxalgami? To'xta. Nima qilyapsan? Yara gazak olmasin deyapman. Qani? Tezroq yurmasak ular yetib olishadi. Yura qol. Qirg'oq. Hali yetishimiz kerak. To'xtanglar. Nima gap? Men bilmadim. Ingen. Sen ko'rayotganingga men ishonaman. Nimani ko'ryapsan? Ingen. Ular yaqinlashyapti. Otda kelishyapti. Unda shu yerni o'zida jang qilamiz. Bu yer jang qilishga qulay emas. Biror narsa o'ylab topish kerak. Qayiqlarga yaqin qoldi. Yetib olsak bo'lgani. Yagona imkoniyatimiz shu. Unda ketdik. Tura qol. Botqoqlarga qabr bo'ladi.
Vaqtimiz ketyapti. Bu yoqqa. Qani, kelinglar. Ota, o'g'il va muqaddas ruh haqqi. Amin. Toril, to'xta. Toril. Yo'q, Aspion! Gonor, Qo'y, Norman seni necha marta o'ldirish kerak, a? Kamida yana bir marta. Yaramas qotil. yo'q.
Seni o'zim bilan olib ketaman. Ming afsus. Торальд. Ты в ненастье, шторм. Парус свой распусти. О, как сладостен будет сей миг. По волнам. По волнам. Лучше прям к праотцам. Чем рабом быть? У страхов. Счастливого пути. Kech qolibmiz. Qayiqlar ana bu g'orlarda edi. G'orlar deyarli suvga to'libdi. Nega men hayratlanmayapman, ha? Bitta chiziqqa turing. Bitta chiziqqa. Saflan! Buyrug'imni eshit. Xo'sh, rejamiz bormi? Vaysashni bas qiling. Jangga tayyorlaning. Jangchilar olg'a! Tezroq! Tezroq! Hujumga! Biz uddalaymiz. O'linglar. Bekorga o'lib ketasan. Yo'q, men jangda o'laman.
Asbyor! Qirolimi endi nima qilamiz? Kamonbozlar, hozirlaning! Gonar, mard bo'lsang, kelaver. Gonar, ular qayiqda. Men jang qilaman. O'quz! Sen halok bo'lgansan deb o'ylovdim. Asbyor! Yomonmas. Senga qoyilman, Sardor. Qoyil. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak.